Aziz do'stlarim, bir xonadoni jidoyi viloyat Iforiya Bulustquli Almor Qariya Chahotakdan hozir mamlakati do'st Turkiya shahri Istanbulga yashab yurgan aziz do'stimiz Zamonullojon oshiqning xos o'z farmoyishiga taqdim bo'ladi. Yagona javon mashhur ustoz shoirimiz shoir Saodatjon hamlarning yozgan she'rlari bilan Nur Ahmadjon Kuhini sesida va Abu Bakr Mahmudning sesida va sog' bo'ling. Çakon hamisha bo'ladi giryon oshiqlikning yo'liga gulday umrim bo'ldi xazon beqilay hay sevgilim yig'lab qilarman armon oh seni bilan o'ynab surolmadim bir voz davron beqilay hay sevgilim sendan judo bo'ldim bugun dilga armon sevgilim sendan judo bo'ldim bugun Zamonullojon oshiqni bugun sen tanho qilding yuraging toshdan qattiq aybi vafo gunoh qilding Zamonullodan yaxshini sen topding u bevafo nima qildi Zamonullo sen bo'lding undan judo haqqimga jafo qilib sen boshqaga yurak berding haqqimga jafo qilib sen boshqaga yurak berding Sevardim jonu dilimdan hech sevganim bilmading berding ko'p ranju azob yor menga rahm qilmading nokasga yurak berib mening yonimga kelmading dushmanlarni do'st bilib sen meni ko'zga ilmading yo'q menda hech sevmuzarman bir gado qandoq qilay yo'q menda hech sevmuzarman bir gado qandoq qilay Nur Ahmadjon Kuhini mana shunday judoyi g'amgin xonadonlarini shoir Zamonullojon oshiq taqdim qiladi. Unutmang aziz do'stlar. Ötib boradi g'amlar bilan bo'lib gumon xushol bo'lib kulmadim zindagimga hech bir zamon uchradim kasalga dardimga topilmas darmon basta dunyoning yuzi ko'zimga bo'ladi zindon Zamonullo aytadi dardim bo'ldi bedarmon Zamonullo aytadi dardim bo'ldi bedarmon yoshligimdan ay go'zalman senga bog'ladim dilim xazon urdi maylarim bog'imda ochilgan gulim judolikdan yaxshiroq gar boshimga kelsa o'lim
Derdeyim intizar men şam-ı sabah Qiynaldim seni uchun şahidimdir Xudo gavo Yonar men ateşlerge Xudo o'zi bersin panoh Qon bilan ko'p yig'layib bo'lib qoldim tabo tabo Zamonulloh aytadi rasvo tavo bo'ldim bugun Zamonulloh aytadi rasvo tabo bo'ldim bugun Zamonulloh aytadi rasvo tabo bo'ldim bugun